Hammaga assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini yuz parvarish qilish haqida barcha qiziqarli ma'lumotlarni va layfhaklarni aytib o'tadigan Comox o'z kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan qimmat va arzon bo'lgan mahsulotlar haqida gaplashamiz. Bular va qanday ishlab beradi. Bugun sizlarga rostini aytsam, hamma qimmat vositalar ham mo'jiza emas va har bir arzon mahsulotlar ham yomon emas. Men sizlarga bugun qaysi mahsulotlarni qimmatga olganimiz ma'qul va qaysi mahsulotlarni arzon olganimiz ma'qul haqida gapirib beraman. Birinchi o'rinda tozalovchi penkalar haqida gaplashamiz. Demak, mana bu qo'limdagi turgan penka Derma Factory brendidan, tarkibida hauchinelik. Bu juda ham arzon, lekin-da kundalik parvarish uchun ham yomon emas. Faqatgina teringizni biroz quritishi mumkin. Keyingi penka esa Anova brendidan. Bu esa biroz qimmatroq, ammo formulasi juda ham yumshoq va namlovchi vazifani bajarib beradi. U sezgir teri uchun ham mos keladi. Buni har kun ishlatishingiz mumkin. Tarkibidagi salisilik kislotasi yuzimizdagi porlarni tozalab beradi. Agarda yuz teringiz juda ham sezgir bo'lmasa, unda siz arzonroq bo'lgan Derma Factory brendidagi penkadan foydalanishingiz mumkin. Lekin-da siz yumshoq va baxtli effektni istasangiz, unda qimmat penkadan foydalaning, Anova brendidan. Keyingi mahsulotlarimiz esa bu sivırtkalar. Ko'rib turganingizdek, qo'limda Derma Factory brendidagi sivırtkamiz bu budjetli hisoblanadi. Bu yuzimizdagi aknelarga qarshi yaxshi ishlab beradi, pigmentatsiyalarni oqartiradi, lekin sekinroq ishlaydi. Qo'limdagisi esa keyingisi Luxury brend, bu Psa brendi. Bu juda ham tezroq ta'sir ko'rsatib beradi, sababi tarkibida becha, bakuchov bo'lganligi uchun ular yog' balansini yaxshi ishlab beradigan kompleks bo'ladi har doim. Shunda bundan agar foydalansangiz, natijada tezroq ega bo'lasiz. Agarda siz yuz parvarishini endigina boshlagan bo'lsangiz yoki-da mahsulotlarni sal bo'lsa tejamlirog'ini olmoqchi bo'lsangiz, unda siz Derma Factory brendidan olishingiz mumkin, chunki budjetli. Agar yo'q, menga juda ham kuchliroq effekt kerak, tezda yordam beradigan mahsulot kerak bo'lsa, bu albatta Luxury qimmat brenddan Psani olishingiz mumkin. Keyingi mahsulotlarimiz ham bo'lsa, albatta Derma Factory brendidan mikro ignalar ko'rishingiz mumkin. Bular juda ham yumshoq, bakuchov bilan birga terini yangilashga va yengil lifting effektini qilib beradi. Bu juda ham arzon variantimiz. Keyingisi esa bu juda ham qimmatroq brenddan, Vite brendidan, mana ko'rib turishingiz mumkin. Bu juda ham yanada tarkibida mikro ignalar juda ham ko'p, kuchli konsistensiyaga ega, chuqur lifting va tonus uchun mos keladi, lekin buni juda ham ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Xulosa, agarda siz mikro ignalardan endigina boshlagan bo'lsangiz va yuz teringiz juda ham sezgir bo'lsa, unda siz budjetlidan olganingiz yaxshiroqdir, chunki u xavfsizdir. Agar juda ham kuchli effektni istasangiz, albatta bemalol Luxury variantini olib foydalansangiz bo'ladi. Keyingi mahsulotlarimiz esa bu kremlar. Albatta Derma Factory brendidan niasinamid va kalamilli krem. Bu yuz teringizni tinchlantirib beradi, yallig'lanishni kamaytiradi va kunlik parvarish uchun juda ham a'lo tanlov hisoblanadi. Bu budjetli. Keyingisi esa ko'rsatgan mahsulotim bu Medico brendidan, bu Luxury hisoblanadi. Bunda faqat niasinamid, balki vitamin C ham bor. U teringizga yorqinlik beradi va antioksidant himoyasini beradi va erta qarishni sekinlashtirib beradi. Agar siz yuz teringizni shunchaki tinchlantirmoqchi bo'lsangiz, Derma Factory brendidan olib foydalanishingiz mumkin, budjetli kremdan. Yo'q, men terim juda ham xira, terim yorqinlikni xohlayapman desangiz, unda Luxury kremdan olib foydalanganingiz ma'qul. Eslab qoling, qimmat degani har doim ham yaxshi degani emas. Budjetli vositalar ko'pincha eng asosiy muammolarni hal qilib beradi. Eng muhimi, tanlayotgan vositangiz yuz teringizga mos va maqsadingizga qarab tanlaganingiz ma'quldir. Bizni do'konimizda har bir xarid qilib oluvchilar uchun biz yordam beramiz, yordam berishga tayyormiz. Eng asosiysi, tanlayotgan mahsulotlar haqiqatan ham ishlaydigan bo'lishi kerak. Bizga farqi yo'q, u budjetli yoki lyuksmi. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga like bosing. Bu videoni o'zingizga bo'lgan yaqin do'konlaringizga ulashishingiz mumkin. Sizda qanaqadir tushunmaydigan savollaringiz bo'lsa, bemalol komment yozishingiz mumkin. yoki Telegram, Instagramdan bizga yozsanglar biz javob berishdan mamnunmiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.